Ko'plab ayollarda tug'ruq paytida bel sohasida og'riq bo'ladi va biz turli xil massaj texnikalari yordamida yordam bera olamiz. Bu harakatlar keng va yetarlicha katta bo'lishi mumkin, butun bel va dungazi sohasiga qaratilgan bo'ladi. Yoki bu aniqroq nuqtali harakatlar bo'lishi mumkin. Masalan, ayol kuchliroq ta'sirni istasa, biz oz mushtimizdan foydalansak bo'ladi. Bu shunday qattiq ignali topcha bo'lishi mumkin. Uni ham bel yoki umurtqa bo'ylab yumalatib massaj qilishimiz mumkin. Bu yerda bizda Mihaelis rombi joylashgan. U tug'ruq paytida juda og'rishi mumkin. Unda nuqtalar bor, ularni ayol tanasida oddiy ko'z bilan ham ko'rish mumkin. Va biz bu nuqtalarga oddiy barmoqlarimiz bilan bosim o'tkazishimiz mumkin. Bu ham yaxshi og'riqni kamaytiruvchi ta'sir beradi. Topchamiz endi kerak bo'lmaydi. Bundan tashqari bizda oraliq suyaklarning tiralarini siqish usuli bor. Bu ko'plab ayollarga tolgoq paytida yoki ular orasidagi tanaffusda juda yaxshi yordam beradi. Shuningdek, ularga faqat siqish bilan emas, balki massaj qilish orqali ham ta'sir ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, belni butunlay bo'shatirish uchun yana bir juda yaxshi usulimiz bor, agar biz riboza massajidan foydalansak. Maxsus riboza sharfalari mavjud, lekin aslida biz istalgan matoni ishlatishimiz mumkin. Mening holatimda hozir bu sharf bo'ladi. Biz uni yoyamiz, lekin aslida bu nafaqat sharf, balki qo'lingizda bor istalgan mato bo'lishi mumkin. Bu mato taglik, choyshab yoki hattoki ko'ylak ham bo'lishi mumkin. Bizning vazifamiz uni tosga tashlab, tosni go'yo konfetdek oram ichiga olgandek shu sharfga o'rash. Keyin esa yengil tebranuvchi harakatlar bilan tosni chayqatamiz. Ha, yana men nima qilayapman? Men shunday qilaman, yonma-yon, lekin juda mayda, kichik amplituda bilan. Bu beldagi va butun tosdagi zo'riqishni yaxshi yechishga yordam beradi. Va bunday massaj tolgoq orasidagi tanaffuslarda yaxshiroq bo'shashishga yordam beradi. Hozirgi bosqichda bizga sharf endi kerak emas. Bundan tashqari bizda maxsus texnikalar ham bor, ular ham bizga asqotishi mumkin. Biz siz bilan gidroterapiyadan ham foydalanishimiz mumkin. Masalan, dush bilan belga yoki agar noqulaylik aynan pastda, qorinda bo'lsa, qoringa suv sepishimiz mumkin. Agar siz tug'ruqqa hamrohingiz bilan borsangiz, hamroh pastki qorinda og'riq bo'lsa, tolgoqlarni yengilroq o'tkazishingizga yordam berishi mumkin. Hamroh pastdan qorningizni silab sizga yordam bera oladi. Bu yumshoq silash harakatlari bo'lishi mumkin yoki qorni biroz ko'tarishga yordam beradigan harakatlar bo'lishi mumkin. Shunda tolgoqni yengilroq o'tkazishingiz mumkin. Yana ko'plab ayollar tolgoq orasida bo'shashda qiynalishadi. Ular yelkalarini taranglashtirib, yuqoriga ko'tarib yuborishadi. Bunday holatda tolgoq orasida osonroq bo'shashish va keyingi tolgoq samaraliroq bo'lishi uchun yelka va yuqori orqa qismini massaj qilish yordam beradi. Bizda Mihaelis rombi bor, tug'ruq paytida u ko'pincha og'riydi va agar ayol nuqtaviy bosim xohlasa, biz aynan shu joyga bosim o'tkazishimiz mumkin. Mana shu yerda chiquvcha bor, biz shu joyga barmoqlarimizni qo'yib, ayol uchun qulay bo'lgan darajada bosim o'tkazishimiz mumkin. Yoki shu joyga mushtimizni qo'yib, barmoqlar bo'gimlari bilan bosim o'tkazishimiz ham mumkin, agar kuchliroq bosim xohlanayotgan bo'lsa.